topdik o'sha joyda. Mandarinni kattalik. Vau! Qattiqligini qarang bunga-da. Bu вообще zo'rlar. Menga ikkita yetsa. Mashina o'zi ikkita yesiz, menimcha bo'kib olsangiz kerak, o'sha bilan. G'alati, lekin o'sha ko'ringda, qashsha qattiq-ku. Apelsinda bu. Apelsin ekan-da. Assalomu alaykum do'stlar. Janubiy Koreya bo'ylab sayohatlarimizni davom ettiramiz. Xo'sh, bugungi boradigan joyimiz Janubiy Koreyani Jeju oroli bo'ladi. Bunga biz naqd 3 soat oldin qaror qildik Jeju oroliga borishga. Hozir ishdan kelib narsalarni tayyorlab yo'lga otlandik. Xo'p, hozir birinchi bo'lib boradigan joyimiz Seulda, Gimpo shahrida aeroport bor, Gimpo aeroporti bor. Shu aeroportga qarab hozir yo'l oldik. 안녕하세요. 네네네. Mana do'stlar, biz Seul shahridagi Gimpo aeroportiga yetib keldik. Bu joyda samolyotimiz 6 ga qarag'iladi uchadi. Bu aeroport unchalik katta bo'lmagan aeroport, Incheon aeroportiga qaraganda ancha kichkina. Bu joyda asosan koreyaliklar shaharlararo, faqat Janubiy Koreya ichidagi shaharlararo samolyotlarda yoki bo'lmasa Koreyaga yaqinroq shaharlar, misol uchun Vyetnam, Filippin, shunga o'xshagan shaharlarda shu joydan uchishadi. Hozir bu joyga yana bitta sherigimiz kelishi kerak. Hozir 3 kishimiz bugun boradigan bo'ldik. Shu bolani kutib, keyin samolyotga chiqamiz. Xo'p, o'zi bugun Jeju oroliga to'satdan borishimiz sababi, ikkita sabab bor. Birinchi sababi shu, hozirgi vaqtda Jejuga boradigan samolyot biletlari juda ham arzon. Atiga biz bir kishi uchun 32 ming wonga oldik. Yana ikkinchi sababi, bu joyda Koreyaga birinchi kelganimizda birga kelgan akamiz bor. Shu akamiz endi yaqinda O'zbekistonga ketyapti, uzoq muddatga, bir 6 oy, 5-6 oylarga O'zbekistonga ketyapti. Shuning uchun ketishdan oldin hammamiz to'planib bir sayohat qilaylik degan maqsadda Jeju oroliga shu vaqtgacha biror marta borib ko'rmagan edik. Shuning uchun Jeju oroliga borishga qaror qildik. 6시 30분이 탑승 마감 시간이어서 6시 30분이요? 그 전에 오면은 20분이 탑승 시간이시고요. 이거 수속 마감 시간은 6시 10분이세요. 10분 지나면은 못 하나요? 그래. 체크인을 하시려면 6시 10분 전에 놓으셔야 돼요. 그래요? Hozir katta muammo yuzaga keldi. Undan oldin aytib o'tdim, yana biz bilan yana bitta akamiz bor edi, birga ketadigan. U akamiz hozir aeroportga ulgib kela olmadi. Bilmadim, aniq emas, hali taksida kelyapti. Hozir 10 minut ichida kela olmasa, chiqa olmas ekan. 체크인이 맞으실까요? 침이요? 네. 저희 아직 바뀌실 거예요? 네네네. Jahongir akamiz ichkariga kirdi-yu, sumkani biz bermagan ekanmiz. Birinchi berish kerak edi, agar yomon bo'lardi. Opa aldadi lekin a? O'shada. Samolyotga ham chiqib oldik. Bu Gimpo aeroportidan Jeju aeroportigacha deyarli 1 soat 10 minutcha vaqt ketadi. Xolasa Jeju oroliga yetib borib, Jeju orolida ko'rishamiz. Music licensing reimagined. Mana do'stlar, Mandarinlar oroli, ya'ni Jeju oroliga alhamdulillah yetib keldik.
Biz hozir bu Cheju oroli uchalamiz ham birinchi marta kelishimiz bu orolga. Bu orolga kelishga atigi 4 soat 5 soat oldin qaror qilgan edik. Shuning uchun hali kelib nima qilishni ham bilmaymiz bu orolda. Shuning uchun birinchi bo'lib bu orolda mashina bo'lmasa aylanib yurish juda ham qiyin. Mashina aniq bo'lishi kerak. Shuning uchun bu joyda hozir mashina lent qildik. Ya'ni ijaraga olganmiz. Hozir mashinani olgani ketyapmiz. Mana bu tarafga. Bu undan oldin ham aytib o'tdim, Cheju orolida mashinasiz deyarli hech narsa qilib bo'lmaydi. Mashina ijaraga olish shunchalik rivojlanganki, hattoki aeroportdan chiqishingizga oldingizda shunaqa lent qiladigan mashinalarni lent qilib beradigan firmalar mana shunaqa o'zlarini avtobuslarni olib qo'yishgan ekan. Shu avtobuslarga chiqib mashinani olgani bor sizlar. Hozir biz mashina mashq bo'lish kerak. De. 차가 이상이 있거나 사고 시엔 바로 사무실에 연락 주시고요. Bu Cheju oroli qanday paydo bo'lgan bilasizmi? Qarshi bundan 200 ming yil oldin vulqon otilishidan paydo bo'lgan ekan bu orol. Qallas ham bor-ku, o'rtada turadi. O'sha vulqon otilib, bunaqa hamma joyga bunaqa oqqandan keyin orol bo'lib qolgan ekan shunaqa. Mana shu qarang, hamma naqalari xuddi lavani naqalari qop-qora hamma toshlari. Qatiga qaramasangiz, yer nima deydi? Eng yerda tag qismlari shunaqa hamma joyi qora. Yani tepalari asfalt qilingan-ku, lekin mana qirg'oq va sohillar qirg'og'ini ko'rsangiz hamma joyi shunaqa. Bu Cheju oroli haqida qisqaroq ma'lumot beradigan bo'lsam, bu Cheju orolining umumiy yer maydoni 1850 kvadrat kilometr ekan. Va bu joyda doimiy yashovchi aholi soni 700 mingga yaqin aholi istiqomat qilar ekan bu joyda. Biz hozir Cheju orolini poyezd relasining ustida velosiped minadigan joyga keldik. Hozir ichkarini sizlarga ko'rsataman. Yasaya, uri semyangi. Bu joy qanaqa joy desalaring, shu 4 kilometrlik poyezd relasining ustida velosiped minsangiz bo'lar ekan va atrof tabiat juda ham chiroyli. Va o'rtasida hayvonot bog'i ham bor ekan. Har xil hayvonlarni tomosha qilib, o'sha relis ustida aylanib yursiz bo'lar ekan. Mana bu joyda quyonlarda ham yashaydigan joy bor. Shusi bo'lsa kerak, uni qarang chiroyliligi. Va ko'rmagan yoshi ancha bo'lib ketdi quyonlarni. Va chiroyliligini qarang. Turishini qarang, tikka turishini. Ushattirmas ekan lekin o'zini. Hamma joyda mandarinlar, uni turishini qarang, kattaligini qarang mandarin. Va hali bu joydan chiqib, xudo xolasa, shu mandarin uzaydigan joyga ham boramiz. Kechki mehmonxonaga uzib olib kirib ketmoqchimiz. Bu joydan bir ko'rsatib o'taman. Uni qarang, mollar ham bor ekan. Bunli hayvonlar ko'ramiz shekilli. Mana shunga o'xshagan velosipedlar bo'ladi. Ichida pedallari ham bor. Har xil 2 kishilik, 3 kishilik, 4 kishilik ham bor ekan. Ichida pedallarni tepib aylanib yursiz bo'ladi. Ospezdan bo'ladi. Ashna ochaylik rostdan, ha? Bunchadan keyin odam. Davay. Artlist I. Davay. Realistan çıkmasa gerek ya. Yozda kelsam mana shu joylarni hamma yam-yashil va juda chiroyli bo'lsa kerak.
Artlist Bu I joyga shu faqat bir marta chiqishli ekan. Ikkinchi marta chiqishli emas ekan lekin. Bizni aldashdi. Ya jam unaqa yomon ham emas, havo zo'r-u. Yozda kelsa menimcha yana ham zo'r bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu kiyik birinchi marta ko'rishamaylar nima? Bag'agachi? И shoxi ham bor ekan. Oy, bor. Oy. Yomon qildi lekin. Yo, cho'chibdi lekin. Be. Gaplashasiz. Bular ko'cha anaqa. Qalaysan deganida. Yo'q, unaqa qiladi. Qolo qiladigan. Yomon cho'qiydi bu lekin. Yoshligimizda buvamlar uyda bo'lardi. Har kuni borsiz, qizil kiyim kiyib borsiz, vobshe yomon cho'qiydi ular. Qizil kiyim yomon yoqtirmaydi-da. Qizil narsani. Bironta qizil narsani. Netdan kirish kerak. Omonchida bo'lmas ekan. Bitta minib ko'rgim kelyapti. Minsa bo'ladimi bular o'zi? Minadiganmi? Hozir yo'lda o'tib ketayotib bitta mandarin bog'iga kirib qoldik. To'g'rirog'i, albatta hech kim qaramas ekan ham. Mandarinlar turishini qarang. Hammasini uvol qilib tashlashibdi, daraxt o'zida chirib ketibdi bular. Yerda yotishini qarang. Qorayib, chirayib, chirib ketibdi. Topdik o'sha joyda. Mandarinni ko'talik. Vau! Qattiqligini qarang bunada. Bu vobshe zo'rlar. Menga ikkita yetsa kerak. Mashina o'zi ikkita yesiz, menimcha bo'kib qolsangiz kerak, shu bilan. G'alati, lekin o'sha ko'ringda, qashsha qattiq-ku. Apelsinda bu. Apelsin ekan-da. Mana do'stlar, biz hozir mehmonxonaga keldik. Ko'rinishi, tashqari ko'rinishi juda ham xarob uyga o'xshaydi, lekin ichkarisini ko'rsalaring, juda ham chiroyli. Bu joy ancha odamlar kelmay qo'ygan joy ekan. Narxi ham juda ham arzon. Bir kuniga 60 mingga biz bron qildik. Bu joyda o'sha xitoyliklar sotib olgan ekan, xitoyliklar boshqaradigan joy ekan. Anchadan beri lekin odamlar bu joyga kam kelishar ekan. Hozir mana magazindan kirib xarajatlar qilib chiqdik iftorga. Xudo xolasa. Bu yaqin atrofda oshxonalar yo'q ekan, ancha ichkari joy ekan. Shuning uchun hozir magazinga borib narsalar olib keldik bir yo'la iftorga. Shu joyda endi chiqmasdan iftorni qilay, endi xudo xolasa ertaga uxlab turib Jejudodan boshqatdan aylanamiz. Xuddali tashlandiq binoga kirib qolgan, yo'shimizda hech kim yo'q. Qarangki, binoning ichidan qarang, odamlar yo'q. Umuman odam yo'q. Bizdan boshqa. Birinchi darajada o'zi? Bu qarang. Batda hech kim ishlamaydi ham shekilli. Vay. Hozir men sizlarga xonalarni birma-bir ko'rsataman. Mana bu kirishda oshxona qismi. Hamma yoq bor ichida. Gaz plitalargacha bor ekan. Oshxona, xolodilnik. Nima ekan bu? Men xonani topdim. Qatagan xonas. Mana siz xonangiz Said, o'tdan. Wow. Bu joyda hammom tualetlar, bitta xona bu joyda. Yana hamma yo'q bor aka, sochiqlarga hamma yo'qlarga beradi. Mana bu joyda yana bitta xona. Bu joyda ham hammom tualet. Zo'r ekan lekin. Qani karta qani aytib naqlish kerak. Svet yoqish, yo'q, karta bermaydi-ku. Svet o'zi yonsa kerak, menimcha yonmayaptimi? Eng qizig'i qaranglar. Yo'q, dali. Meta vannasi ham bor ekan. Ko'chada. Yo'q, ichkarida jakuzzisi bor ekan. Ko'chada ekan. Va, eng qizig'ini qarang. Shashlik qilyapsiz ham ular. Qanday ochilyapti? Wow. Cho'chqalar pishirish stoli. Ich tashqarida o'tirib, qarang. Stollari ham bor ekan.
bo'ldi, ijtimoiymiz. Trit. Hozir ikkita xona bor. Lekin odam soni 3 ta. Bir kishi tashqarida yotish kerak. Shuning uchun hozir Ikkita xona chimdeli xona. Divanli xona. ikkita xona divanli xona. Shuning uchun hozir tanlashga qaypay o'ynayapmiz. Давай. Annemin chingal kayfay bu. Tugadi.